Assalomu alaykum qarindosh ishqibozlari. Bugun 5-iyun hafta kuniga payshanba. 2025-yil. Biz Namangan viloyati Jamashi parranda bozoridan video qilamiz. Barchalaringga kirib kelayotgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Video yoqsa like bosib, kanalga yangilar obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Bo'lmasa videolarni boshladik. Mana jo'jalarimiz 7000 so'mdan sotilyapti ekan mana. Bir kunlik ekan jo'jalar. 35 ming dedingizmi? Burada jo'jalarimiz 35 ming so'mdan sotilyapti ekan. Mana ularchi sendilar. Sendi jo'jalarimiz 1,5 ming so'mdan ekan. Dekan xo'rozimiz 500 ming so'm kami bor ekan mana. G'oz jo'jalarimiz mana 45 ming so'mdan ekan. 3 dona qoldi. Qirq besh mingda. Qora makellarimiz 90 ming so'mdan sotilyapti ekan mana. Maskanada chiqamiz. Bu xabar zo'rdak. Xo'rozlarimiz 120 ming so'mdan sotilyapti ekan mana. Kimga xo'roz kerak bo'lsa, sog'lom xo'roz. Bu o'rdaklarimiz 8 ming so'mdan ekan mana. Bunları 12 ming so'mdan ekan. O'rdaklarimiz 60 ming so'mdan ozgina kam bor ekan.